Xo'sh, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana Artyom. Bugun akkaunt obzor qilamiz. Bizda ikkita akkaunt bor. Xo'sh, unda obzor qilishni boshladik. Bu akkauntda normalniy mifiklar bor. 3 sezon RP olingan. Ana bu kiyim RP ishdan tushib qolgan. Buni bilgan biladi. Juda ham redki. Bu akkauntga kaska juda ham kam. Bosh kiyim. Ana bu qo'q kalla bor. Keyin yana redki bosh kiyimlardan bor. Bu akkaunt sotiladi. Xo'sh, normalniki ochkilardan bor. Vторжение maska bor. Muhimi, sizlardan jigarlar bitta iltimos, obuna va like bosib qo'yinglar. Agar shu videoda 50 ta like bo'lib, obunachim 100 ta bo'lsa, yana shunaqa videolar chiqarib qo'yaman. Xo'sh, ana bunaqa redki kiyimlar va bunaqa kam bo'lsa ham normalniy sumkalar bor. Pastki qismda o'tadigan bo'lsak, qizil, sariq pastki qismlar bor. Oyoq kiyimlar kamroq. Bitta ana bu krossovkasi yaxshi, tamom. Arjularga o'tadigan bo'lsak, 406 ga, AKM ga, Skarga yo'q. Normalniy arjularga bor. Muhimi Fraun M24 bor. Normalniy qitti bo'lsa ham donat qilingan bu akkauntga. VCCS normalniy akkaunt. P90 ga bor. Xo'sh, pistiklardan mana bunaqa keyin pichoq bor, taba bor, bunaqa qilich bor. Moshinalarga skin bagiga bor, motikka bor. Kamera hammasi RPdan shunday tushib qolgan. Endi emotsiyalarga o'tadigan bo'lsak, emotsiyalar shu default RP'ning emotsiyalari. Xo'sh, bunaqalar bor. Kam emotsiyalar normalniy yo'q-da. Keyin kuchaytiriladigan arjularga o'tadigan bo'lsak, 4 ta arja bor. Fraun M24, Uzi, pichoq, tapilka. Faqat ana shu narsalar. Akkaunt leveli 52. Kimga kerak bo'lsa, kommentga telegramlarda yozib ketinglar. Xo'sh, endi ikkinchi akkauntga o'tadigan bo'lsak, bu o'zim o'ynaydigan akkaunt, bu lekin sotilmaydi. O'zim donat qilib o'ynaydigan akkaunt. Bunga o'tadigan bo'lsak, bu o'zimning akkauntim. O'zimning akkauntimga obzor qilayotgan bo'lsak, o'zim shu donat qilib kelgan akkauntim. Vторжение, bu strelokmi, shu kiyim bor. 47 ta mifik bor. Mifik modaga ham ozgina qolgan. Keyin sovrin yo'lni kiyimlari bor. Keyin ismdan chiqib qoldi. Keyin M13 ni oldiviy kiyimlari bor. Bu Dragon Ball'ga kelgan, bu A9 ni kiyimi, uni PDP ni kiyimi. Bu oldin PUBG kirmaganga berilgan kiyim edi. Bular Cerebro'ga sotib olingan kiyimlar. Kaskalarga o'tadigan bo'lsak, Quyonning S9 kaskalari bor. Normalniy kaskalar bu akkauntimga. Bosh kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, ana bosh kiyim 10 ga tushib qolgan. Mana bunisi esa bu 18 ga tushib qolgan. Akkaunt buni olsa omadli. Normalniy o'ynashga bo'ladigan akkaunt. TDM setlar ham bor. Bu akkauntda bosh kiyimlardan ham TDM setga qo'llansa bo'ladi. Shox bor bunaqa. Ochkilarga o'tadigan bo'lsak, ochkilar menimcha hech kimga qiziq bo'lmasa kerak, yaxshilardan yo'q. Vторжение maska bor. Keyin 2 taga sotib olingan bu oq maskacha bor. Bu Agga sotib olingan. Bu Cerebro'ga sotib olingan maska. Xo'sh, bu kiyim 300 ta kiyimiz bo'lsa beradi. Bu kiyimlar Cerebro'ga tushgan. Ha, aytganday, obuna va like bosib qo'yinglar. 50 ta like, 80 ta obunachi bo'lgandan keyin yana shunaqa video chiqadi. Sumkalar ham default shu RPdan. Pastki qismga o'tadigan bo'lsak, normalniy TDMga yarasha pastki qismlar bor. Kiyimlash kerakdi. Oyoq kiyimlaridan ham shunaqa S2 ni oldiviy oyoq kiyimi bor. Arjularga o'tadigan bo'lsak, o'sha to'liq qilib unaqandan ko'rsatib qo'yaman. Kuchaytirilgan joydan. Mashinalarga skin, motikka bor, UAZga bor, bagiga bor. Keyin Drugoylarga bor, kemaga bor. Ishqilib yaxshigina donat qilingan. Bu samolyotga ham bor.
Keyin endi kuchaytiriladigan arjulaga o'tadigan bo'lsak, hozir kiyim to'g'irlab olaylik. Kuchaytiriladigan arjulaga o'tamiz. Bu 2 marta RP olingan bu akkauntga, katta RP olingan. Emotsiyalarni ko'rsataylik oldin. Emotsiyalar, parashyutlar. Mana tushadigan ikkita glider ham bor. Bu vторжение emotsiyasi. Juda ham chiroyli. Bunisi esa strelokni komandadan chiqarishga zarur emotsiya. Bu katta RP'dan olingan suyadigan emotsiya. Bu katta RP'ning emotsiyalari, bu ham katta RP'dan olingan. Qolganlari oddiy default. Oddiy emotsiyalar. Obuna va like esdan chiqmasin. Va'da. Endi kuchaytiriladigan arjulalar bo'lsa, tapilka bor, amer bor, pichoq bor, M249 bu o'zi kilchat, bizon kilchat. Bularni kuchaytirmagan RP'niki. 406 esa o'zimga yoqadigan 5 suvli 406. Bu kuchaytirilmagan, Yumpi kuchaytirilgan, ikkinchisi esa kuchaytirilmagan. Bu akkaunt 2 yildan beri o'ynaladi. Titullarni ko'rib o'tsak, titullar mana shunaqa. Titulda ham normalniy bor. Yaqinga meshik modi ham olinadi. Obuna va like esdan chiqmasin.